Bizda shoshma shashar xalq hech qayerda yo'q. Mana o'tgan yil biz tomonda sel keldi. Bir ariq suv, loyqa suv shunday bir qishloqning ichidan o'tib ketgan ekan, bir vohamachi ko'rib qol. "Iya! Xaloyiq! Joning bo'lsa qochib qol. Qayra qum suv ombori urib ketdi" debdi. Ana vohima. 4000 aholi o'rnidan turib qochgan, ketyapti ikkinchi qishloqqa qarab. Ikkinchi qishloqqa qo'shilib 10000 bo'lib uchinchi qishloqqa qarab qochyapti deymiz. Hech kim bilmaydi kim qaqarab ketyapti, nima bo'lgan. O'sha voqeada bo'lgan bir yigit aytib beradi, "Hoji aka ishonmaysiz" deydi. Bir odam deydi, xotinini ham tashlagan, bola chaqasidan, olmasdan, ota-onasini ham tashlab deydi, Valasabitga bir qop unni ortib qochib ketyapti deydi. Qarang, o'zi tirik qolsa bo'ldi. Chollar deydi, ishonmaysiz Hoji aka deydi. Biz yoshlarni deydi, kampirlar Afg'onga o'tib ketyapti deydi. Yugurib Afg'on minga qo'yib ketyapti deydi. Bu yo'lda bir traktor turgan ekan. Traktorning pritseplarida setkali paxta ortadigan setkali pritseplardan ekan, o'shanga deydi, yugurib chiqib ketyapti chollar. Hech qayni ushlamasdan kampirlar chiqib ketyapti. Yoshlarni tepib tushirib yuboradi, "Tush juvonimlar. Sanlar suzishni bilasizlar, tush. Biz qarilar minib olaylik, sanlarga barabar tush. Qo'lingni ol." Qarang. 2 pritsep to'la choli kampirmish, traktorchi yo'qmish-da. Traktorchi traktor tashlab qochib borgan. Mana qanaqa bo'ladi vohima bo'lsa. Mana endi boshqa narsaga o'tmoqchiman. Bir donishmanddan so'rashibdi. Nima uchun ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq yashaydi? Ayol ham inson, erkak ham inson. Nima uchun ayollar kampirlar choladan keyin qolyapti? Nima uchun chollar kampirdan oldin ketib qolyapti? 5 yil bo'lsa ham, 10 yil bo'lsa ham oldin ketib qolyapti. Nima uchun ayollar butun umr azobda yuradi, bolam dunyoga keltiradi, sut beradi, Allah aytadi, uxlamaydi, ovqat yemagan, vitamin ichmagan devorlarda ushlab zo'rg'a yurishadi. 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta bolasi bor. Nima uchun erkaklardan ko'p yashaydi? Nima uchun erkaklar bir umrga maishatda yuradi? Kanaga ichadi, aroq ichadi, to'yga boradi, chet elga boradi, xolasa oshida, choxonda o'tiradi, yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, maishat qilib yuradi-yu, nima uchun shunday bo'lsa ham kampirdan oldinroq ketyapti? Nima uchun erkaklar kam yashaydi, ayollar ko'p yashaydi? Nima sababdan ayollar ko'p yashaydi desa, donishmand o'ylab turib shunday degan ekan. Chunki ayollarda xotini yo'qda degan ekan. Ayollar naqadar, umuman qizlar, sizlar ham naqadar baxtli insonsizlar. Naqadar baxtli insonsizlar. Sizlarda xotinlaring bo'lmaydi. Mana o'tirgan studentlar bilmaydi, bularda xotini bo'ladi, yaqinda kelib paydo bo'ladi. O'shuncha bilan qirilib ketyapti ekan bular. Erlarni qilib ketishning sabab xotinlar ekan. Yo'q, men xotinlarni yomonlashga aytmayapman, qizlarni ham. Men sizlarni qanday baxtli insonliklarini aytmoqchiman. Men sizlarni ko'p maqtaganman, yana maqtayman. Ayollar 3 xil bo'ladi. Jannatda ayollar bor, ershunos ayollar bor, egov ayollar bor. Masalan, egov ayollar qanaqa bo'ladi? Egov ayollar erga tekkan kundan boshlab erni egovlaydi. Qarabsizki, umrining oxirigacha olib bormaydi, sal oldinroq keyin ketadi, gursda olib chiqadi. Bunaqa ayollar juda kam uchraydi, lekin jannatda ayollar ko'p. Jannatda ayollarga men qoyilman. Jannatda ayollar eri baland ishlasa ham bir xil turaveradi, o'sha ishdan ketib qolsa ham bir xil turaveradi, undan pastlab ketsa ham bir xil turaveradi, yerga tushib qolsa ham bir xil turaveradi, kasal bo'lib burchak jinnisi bo'lib qolsa ham bir xil turaveradi. Desa, qo'shniki mehmonlar kelib qolibdi, bir chiqmasam uyat bo'ladi. Chiqmadi, shu yerda turib deydi. Shu bir chiqib kelsam maylimi? Er gapira olmaydi-yu. Rahmat deb chiqib ketaveradi. Endi qarang, mana shunaqangi ershunos ayollar bor. Eshitganmisizlar? Muzikashunos eshitganmisizlar? Ershunos ayollar bor. Yerini, xarakterini 5 qo'lday biladi. Dissertatsiya yozib olgan yerini, xarakteri bo'yicha. Professorskini yo'qlab olgan. Eri gapirmasa ham tushunadi. Eri ishga kelmasdan 3 soat oldin nima bo'lishini biladi uyda. Shunaqa antennasi zo'r ishlaydi. Erini ko'rsa bo'ldi, yurishdan biladi, deydi. Bugun ham uyda janjal bo'lar ekan deydi. Bolalar tezda qo'shniga chiqib ketinglar deydi. Bo'l, keyin qilasan ishini, keyin qilasan, kelyapti dedim. Yo'q, qo'shniga chiqib ketinglar, hozir boshlanadi. Bugun uzoqqa cho'zilmaydi, 10 minutdan keyin qaytib kelinglar.
Nechimiz janjal bo'lishini ham biladigan ayollar bor-a? Qarang, nechimizga cho'zilishini biladi. Ba'zi bir ayollar haqiqatan ham jannatida chaqirmasang ham, gapirmasang ham tushunadi. 150 metr nari turgan xotinga qarab, shunday qarab turib, shunday qilsa bo'ldi. Xotin ham shunday qiladi-da. Shunday qilib orqasi bilan uyga kirib ketadi. Ba'zi bir ayollarni-chi, oldingda turgan bo'lsa ham, 5 metr nari turgan bo'lsa, chaqirsang ham eshitmaydi-da. Xotin desangiz, ovozing o'ssin deb qo'yadi. O xotin desangiz, baqirmaydi. Erim eshitmayapti deb o'ylaydi. Xotin siz necha baqirasiz? Eshityapman deydi. Eshitib hadmayapti ekan bu. Egoda. Bu yoqqa kel desangiz, "Manmi?" deydi. O sen nomard, boshqa hech kim yo'q oldingda. Seni chaqiryapman. Bu yoqqa kel desangiz, 5 minut qarab turing, keyin boraman deydi. O'shanda ham siraz kelmaydi-da. Shuning uchun ba'zan eshitib qolamizda. Falonchining xotini ketib qopti deydi. Janjal bo'lgan uyda, egoda. Yoki falonchining kelini ketib qopti deydi. Olib kelib berishgan ekan, yana ketib qopti deydi. Yana olib kelib berishgan ekan, yana ketib qopti, yana olib kelib bersa, yana ketib qopti. Yana olib kelib berishgan ekan, yana ketib qopti, yana olib kelib bersa, yana ketib qopti, yana olib kelib berishgan ekan, endi eri ketib qopti deydi. Juda ko'p odam shunaqa deyshadi. Hojibay kezman desam, yo'lda tanimaganlar, ya bo'lish mumkin emas. Misol uchun yo'lda gaylar to'xtatishadi, qorong'ida tanimay qolishadi. Misol zapravkaga kirganda, "Men Hojibay kezman, 10 litr benzin yo'q. Men Hojibay kezman, siz Hojibay ekasiz? Qani telpagingizni olingchi" deydi. Chunki meni juda ko'p bosh yalang ko'rishgan, konsertlarda ham, mana televizorda. Shuning uchun ham men bugun qalpoq kiyib chiqdim. Endi men bir narsadan xursand bo'ldim. Menga o'xshash yigitlar bor ekan, o'xshash divayniklar, o'xshash chehralar bor ekan, ko'rib hozir qoyil qoldim. Mana birlari ayniqsa Toshkentlik do'stimiz juda o'xshab ketar ekanlar. Bugun shuncha o'xshash yigitlar bor ekan, menga o'xshash yigitlarni ko'rib xursand bo'ldim. Bu fikrni yana ham rivojlantiramiz. Xudo xolasa bir katta konkurs e'lon qilmoqchimiz. Butun O'rta Osiyo bo'yicha kelishadi. Ana unda haqiqiy Hojibay topolmay qolsalar kerak. Endi do'stlar, qalpoqni yechishga ruxsat berasizlar. Qalpoq yechilgandan keyin mana endi haqiqiy Hojibay paydo bo'ldi. O'sha peshana, o'sha turish. Bittasi nima deydi? Uzoqdan qarasam ukangiz kelyapti ekan. Kimda yaqinroq kelsak tanib qolsam, siz ekansiz. Keyin bilsam ukangiz ekansiz deydi. Qarang, ukangiz ekansiz deydi. O'sha qiziq odamlar ko'pda. Endi azizlar, avvalo bugun yangi yil. Hammamiz 1996-yilni kutib olyapmiz. Ikkita chiroyli gap esimga tushib qoldi. Yangi yilda albatta har kim har qayerda kutib oladi. Birov samolyotda kutib oladi, birov paroxodda kutib oladi, birov yo'lda, birov uyida kutib oladi, birovlar mehmonlar bilan kutib oladi. Mehmon yaxshi-da. Mehmon kelganda bir xursand bo'lasiz, ketayotganda bir xursand bo'lasiz. Ana mehmonlar ketyapti, qizim. Ana mehmonlar chiqib ketishyapti. Endi mehmonlarga nima deyish kerak? Desa, Xudoga shukr deyish kerak dermish. Endi mehmonlar o'tirgan ekan, menda yangi yilchilik 50 gram ichib bir-birini tabriklab, endi har xil voqealarni gaplashib o'tirsa, bittasi baliqchi ekan, mana kecha Sirdaryodan bir baliq ushladim, naq mana shunday keladi. Bundan ham uzunroq. Ishoninglar, roza katta baliq ushladim, naq mana shunday keladi desa, yonida o'tirgan bunday qo'liga qarab, bo'lishi mumkin emas, ishoning aka, mana shunday keladi desa, qo'liga qarab turib, ishonmayman, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Aka, ishoning, dasturxon boshida aytayapman, naq mana shunday keladi desa, bo'lishi mumkin emas, nimaga ishonmayapsiz desa, baliqda juni bo'lmaydi, o'tirmish. Qo'lni ko'rsatganda. Azizlar, endi yana bir narsa, yangi yilda ikkita og'ayni roza ko'p ichib qo'ygan ekan. Haligi nima deydi? Maslahatlashib, o'zlaricha yangi rejalar tuzishib, nima ishlar qilishga 96-yil ko'proq gaplashib o'tirsa, kayflari oshib qolgan, haligi kukuladigan soati bor ekan, soat 10 bo'lganiga chiqib qolib, kuku, naq 10 marta kukulabdi-da. Va qara, Eshnazar, qo'y. Va shu soatingizga ichkizaman hozir. Va shu kukulagan to'tiqishmi bu? Ha, shunga chiqizamiz. Qo'yanda, nima kerak bor? Hali soat 12 da yana kerak qolamizga. O'zimiz yo'q, ichkizamiz. Stolda qo'yib tasmasa ushlab turganmi, chiqib oladi, kukuladigan soatni eshikasini ochib, ichidan quyib yuborishibdi. Birisiga aradi quyib yuborgan ekan. Qarang, soat 11 bo'lsa ham chiqmasmish. 11 marta kukulash kerak. Endi 12 bo'lyapti-mish. Chiqardi, kutib o'tirsa 12 da ham chiqmabdi. Soat 1 bo'lsa ham chiqmasmish. Hayron bo'lishib o'tirsa, soat 2 da chiqib qolibdi. Sharak ishni o'rtoqlar.
Soat necha bo'ldi? Kayfim qo'yib qoldi. Desa, bunisi ham soatga ishlayapti, qarab turib, soat 2 bo'ldi, kallar. Qayerda yuribsan desa, kechirsan, kayfim oshib qolibdi. Kuku, kuku turmush.